Bugungi videoyimizda dunyoni o'z nokautlari bilan larzaga keltirib yuborgan boks afsonasi Mike Taysonni eng zo'r nokautlariga guvoh bo'lasiz. Don Halfing mashhur Mike Taysonni karyerasidagi 3-raqibi edi. Tayson bilan jang o'tkazishni o'zi bir omad bo'lsa-da, faqat temir mushlarni tatib ko'rishdan Halfing qutula olmadi. Boks tarixining eng qisqa janglaridan biriga aylanib ketgan bu jang bor yo'g'i 11 soniya davom etdi, xolos. Mike Taysonni karyerasi davomidagi 8-g'alabasi va albatta navbatdagi nokauti edi. Boks ringlarida Tayson yangi bokschi bo'lishiga qaramay, ringda qarshisiga chiqqan barchani supurib tashlayotgandi. Bu safar juda ham kuchli zarbalarini qabul qilib olgan navbatdagi raqibi bu Michael Johnson edi. Va Michael Johnson hayotidagi eng qisqa mag'lubiyatini shunday qabul qilib olmoqda. Taysonni eng yosh chempion bo'lganligini yaxshi bilamiz. O'z davrini eng qo'rqituvchi sport figuralaridan biri edi. Bu qobiliyatlari uchun tarixni kelgan-ketgan eng boy bokschilardan biriga aylangan. Robert Colley bo'lsa, boks dunyosini eng mashhur bokschilardan biri edi. Faqat u ham Tayson qarshisida 40 soniyaga ham chiday olmadi. Bu esa o'sha vaqtda boks muxlislarini og'zini ochib qo'ygandi. Tarixning eng qisqa janglaridan biri bilan yana qarshi-qarshiga kelamiz. Eddie ham o'sha davrlarda xuddi Tayson singari yangi va tanilib borayotgan, ketma-ket raqiblarini yengib kelayotgan bokschi edi. Faqat Tayson bilan jang o'tkazganidan keyin o'sha dahshatli nokaut sabab boshqa o'ziga kela olmadi va karyerasi pastga qarab ketishni boshladi. Mike Tayson har qancha kuchli zarbalari sabab vahshiy bokschi singari tasavvur uyg'otsa-da, jang oxirida har doim raqibini holidan xabar olishni kanda qilmas edi. Janglarini aslo ring tashqarisiga yetib borishini xohlamas edi. O'zini karyerasini eng muhim janglardan biriga chiqqan Mike Tayson raqibini birinchi zarbasini o'zida yengishni uddalay olmoqda. Albatta, bunday kuchli zarbani o'tkazib yuborishni hech qaysi bokschi xohlamasa kerak. Videoning ham oxiriga keldik. Do'stlar, sizningcha Mike Tayson tarixda qoladigan janglarga o'z imzosini qo'ya olganmi? Shu haqida o'z izohingizni albatta yozib qoldiring. Doimo sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.